Yurak qisqarganda qon bilan ta'minlanadimi yokida bo'shashganda? Bugun shu kabi savollarga javob olamiz. Demak, mavzumiz yurakning qon bilan ta'minlanishi. Yurakning qon bilan ta'minlanishida uning koronar tojsimon arteriyalari muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Va bu tomirlar yurakning mushak qavatigacha kirib borib, kislorod va oziq modda bilan ta'minlaydi. Yurakdan chiquvchi o'ng va chap tojsimon arteriyalar aorta piyoschasidan, bulbus aortadan chiqadi va ular ikkitaga tarmoqqa aylanib, yurakni qon bilan ta'minlaydi. Dastlab arteriya koronaria dextraga yuzlanamiz. Uni bir qancha tarmoqlari bor. Hozir nomini aytamiz, keyin eslab qolish uchun oson qismini aytaman. Birinchisi ramus coni arteriosi. Bu arterial konusning tarmog'i hisoblanadi. Bu asosan o'ng qorinchaning chiqish qismini qon bilan ta'minlaydi. Endi ikkinchisi ramus nodi sinatrialis. Biz gaplashganimizda yurakning o'tkazuv sistemasida sinatrial tugun haqida gaplashdik. Aynan o'shanga tarmoq beradigan ikkinchi tugun hisoblanadi. Uchinchisi esa rami atrialis, biz bilgan bo'lmacha tarmog'i va bu o'ng bo'lmacha hamda qisman chap bo'lmachani qon bilan ta'minlaydi. To'rtinchi tarmog'i esa bu rami ventricularis, nomiga muvofiq o'ng qorinchaning oldingi va orqa qismlarini qon bilan ta'minlayapti. Keyingi tarmog'imiz ramus marginalis dexter va bu yirikroq tarmoq hisoblanadi. O'ng cheti bo'ylab davom etadi. O'sha ketgan soha qismlarini qon bilan ta'minlaydi. Oltinchi tarmog'imiz ramus interventricularis posterior. Bu tarmog'i orqada joylashgan bo'ladi, yurakning orqa qismiga o'tgan bo'ladi. Eng oxirgi tarmoqlaridan bo'lib, yurakning orqa egati, ya'ni sulcus interventricularis posteriorda joylashgan bo'ladi. Va keyingisi esa ramus posterior lateralis dexter hisoblanib, u tarmog'i asosan chap qorinchaning shu o'ng qismiga, bu chap qorincha bu tarafda joylashgan bo'lsa, orqa tarafdan oladigan bo'lsa, o'shaning o'ng qismiga asosan tarmoq bilan ta'minlaydi. Bitta umumiylashtirib olamiz, tozalab. Xo'p, bu yerdan arteriya koronari dextra chiqdi. Bitta tarmoq berdi ramus koronari arteriosiga, ya'ni o'ng bo'lmachaning chiqish qismiga. Sinatrial tugunga bitta tarmoq berdi. Keyingi tarmog'i bo'lmachaga beryapti, o'ng bo'lmachaga va qisman chap bo'lmachaga ham. Va pastga tushib ketayotganda yana bitta tarmoq chiqaryapti, qorinchalarga tarmoq chiqaryapti. Asosan o'ng qorinchaning orqa oldingi qismiga. Endi yana pastga davom etyapti-da, marginal dexter, ya'ni o'ng chekka tarmog'iga beruvchi qon tomir beryapti va shu yo'nalishda davom etyapti, orqa tarafiga o'tib yana ikkita tarmoq hosil qilyapti. Birinchisi ramus interventricularis posterior, sulcus interventricularis posteriorda joylashgan, hamda eng oxirgi tarmog'i esa ramus posterior lateralis dexter. Bu asosan chap qorinchaning o'ng qismini qon bilan ta'minlayapti. Shu tarzda yodlab, eslab qolamiz. Endi chap koronar arteriyani ko'rib chiqadigan bo'lsa, uni ham o'z navbatida 3 ta tarmog'i bo'ladi. Birinchisi ramus interventricularis anterior, ya'ni sulcus interventricularis anteriorda joylashgan bo'ladi. Pastga davom etadi. Va bu ham o'z navbatida bir qancha tarmoqlar hosil qiladi. Birinchi tarmog'imiz ramus coni arteriosi. Bu ham endi xuddi o'ng tarafdagiga o'xshab chap qorinchaning chiqish qismini qon bilan ta'minlaydi. Birinchi tarmog'i. Keyingi tarmoq esa ramus diagonalis hisoblanadi va bu yog'onroq joylashgan bo'lib, asosan chap qorinchaning old devorini qon bilan ta'minlayapti. Uni pastga tushib ketyapti. Old tomonni qon bilan ta'minlaydi. Va keyingisi esa rami ventricularis anterior. Bu chap qorinchaning qon bilan ta'minlanishida asosan qatnashadi. Va to'rtinchi tarmog'i esa bu rami interventricularis septalis. Bu qorinchalar aro to'siqni qon bilan ta'minlovchi tarmoq hisoblanadi. Demak, 4 ta tarmoq chiqdi ramus interventricularis anteriorda. Va yana bir tarmoq chiqadi, ramus circumflexus, ya'ni aylanib o'tuvchi tarmoq. Chap tojsimon arteriyani aylanib o'tuvchi tarmoq. Bu asosan aylanib o'tib orqa tarafiga o'tadi va chap bo'lmacha hamda chap qorinchani qon bilan ta'minlanishda qatnashadi.
Endi uni ham o'z navbatida tarmoqlari bor. Qanaqa tarmoqlar deydigan bo'lsak, mana orqa tarafiga o'tdi, chiqib yurakning birinchi tarmog'i rami atrioventricularis, ya'ni nomiga muvofiq bo'lgan bo'lmacha qorincha qismlarini qon bilan ta'minlovchi qismi hisoblanadi va u keyinchalik ikkiga ajraladi. Birinchisi ramus marginalis sinister, bu pastga davom etadi, xuddi o'ng tarafdagi tojsimon arteriyaga o'xshab yurakning o'ng chap qirrasi bo'ylab qon bilan ta'minlab keladi. Va yana bitta tarmog'i bor, bu rami atrialis, ya'ni chap bo'lmachani qon bilan ta'minlovchi qismi hisoblanadi. Oxirgisi esa ramus posterior lateralis sinister, chap qorinchaning orqa devorini chap qismini qon bilan ta'min etadi. Esinglarda bo'lsa, bitta orqaga qaytganimizda ramus posterior lateralis dexter chap qorinchaning orqa devorining o'ng qismini ta'minlardi. Endi ramus posterior lateralis sinister esa chap qorinchaning orqa devorining chap qismini qon bilan ta'minlayapti. Mana bu o'ng tarafdan kelayotgan edi. Aniq ajratib olamiz, chunki bu qon tomirlar bizga EKGda ko'rganimizda yurakning qaysi qismida infarkt o'tkazganligini ko'rsatib beradi. Va oxirgisi esa ramus intermedius tarmog'i bo'ladi va bu o'zgaruvchan, ya'ni ayrimlarda bo'ladi, ayrimlarda bo'lmaydi. Odatda 75% bemorlarda bo'lmaydi. Endi yurakning venalari. Yurakning venalari asosan 3 ta qismdan olib keladi. Birinchisi tojsimon sinus, o'ng qorinchaning oldingi venalari va yurakning kichik venalaridan keladi. Ular qaysilar? Birinchisi sinus coronarius. Mana bu qismini metga qo'yib olamiz, ya'ni markaz qilib olamiz. Unga asosan 3 ta qon tomirdan qon keladi. Birinchisi vena cardiaca magna, ya'ni katta yurak venasi. Oldingi qorinchalar aro egatdan boshlanib keladida, chap tojsimon arteriya bilan ta'minlangan qondan yig'adida va sinus koronarisga kelib qo'shiladi. Ikkinchi tarmog'i esa vena cardiaca media, ya'ni o'rta yurak venasi hisoblanadi. Bu orqa qorinchalar aro egatdan qonni olib keladida, bu ham sinus koronarisga quyiladi. Va uchinchi tarmog'i esa vena cardiaca parva, ya'ni kichik yurak venasi. Bu yurakning o'sha o'ng tomonidan, o'ng chetidan qonni yig'ib keladida, bu ham sinus koronarisga kelib quyiladi. Bir qaytaramiz. Birinchi tarmog'imiz sinus koronaris 3 ta joydan olyapti. Vena cardiaca magna, vena cardiaca media va vena cardiaca parva. Bundan tashqari vena cardiaca magnaga vena posterior ventricular sinister ham kelib quyiladi. Chap qorinchaning shu orqa qismidan. Endi ikkinchi venamiz bizda vena ventricular dexter anterioris hisoblanadi, ya'ni o'ng qorinchaning oldingi qismidagi venalari va bu nomiga muvofiq o'sha o'ng qorinchaning devoridan qonni yig'adida o'ng bo'lmachaga kelib quyiladi. U o'ng bo'lmachaning anatomiyasini gaplashganimizda bu qismi bor edi. Va oxirgisi esa juda kichik yurak venalari, vena caulis minima deb ataladi. Avtorskiy Tebeziev venalari, ya'ni shu olim topgani uchun shu nomni bergan. Juda mayda venalar bo'lib, bu ham to'g'ridan to'g'ri o'ng bo'lmachaga kelib quyiladi.